Tak, biza niyat qilganimiz pribul bo'ladimi, foyda bo'ladimi sizlarga ko'rsatishga. Realni auditoriyaga ham ko'rsatishga, yolg'on gapirmasdan. Realni agar ertaga misol uchun minus bo'ladigan bo'lsa, minuslarni olib chiqamiz, ya'ni amaliyotchimiz shunaqa minus qildi deb. Mana bir manipulyatsiya qildi, o'rtada tushib ketdi, to'g'rimi? Agar o'sha payt tepada maslarga full qo'shtirganimda pastgacha silik bo'lib ketardi, to'g'rimi? To'g'ri. Pastdan sekin qo'shganimiz uchun silik bo'lmadi, tekis chiqdi keyin. Chiqquncha ko'tardik. Bu teminda o'shaning uchun ham boshidan isitib pastroq olib ko'rib chiqamiz. Shunaqa. Hozir minus 1 tushganlar bor, to'g'rimi? Qonun qoida buzganlar bor. Yana bir marta minus 1 chiqsa, chiqib ketishadi amaliyotda. Uni bilasizlar. Nima bo'yicha qilganlarimizni hozir Otabek to'liq sizga ko'rsatadi. Endi hozir bitta foydalarni kameraga ko'rsatib olinglar, bo'ldi. Shu kerak xolos. Realligini isbotlangan holatda, shu demoda ishlamayapsizlar. Real $114 foyda. Bu $500 qilgan ekanlar, $626. Uje hozir sellarni yopadigan paytga keladi. Videoga berilib ketmaylar, aytib qo'yaman. $89 foyda. Zo'r, minimal risk bo'ladi, вообще minimal qilibdilar. 95. Foyda da 95, mana bularda ham real. Yopdingizmi siz? Kirmadimmi? O, $62 foyda. Ne kirmadingiz? Zona yaxshi edi-yu. Bularda $128 foyda, risk amal qilmaganlar boshida minus 1 oldilar bular. Tak. 100 $100 foydami shunda? Yo'q, 85 da. $85 foyda. $150 rovna foyda, real shot. Chiroyli nomlab qo'yinglar. Shotinglarni men misol uchun uy uchun deb nomlab qo'yaman har doim. Uni 4 uy olishim kerak edi, lekin mashina olmadim faqat. Tak. Yo'q, bo'ldi, real, mashina bilinadi. $133 foyda, $9 hozir foyda turibdi. Tak. $33 foyda ekan mana $100 balansga zo'r. Voy, siz ham kiryapsizmi? Yo'q, eshitibsiz, $37 foyda. $75 hozirgi bilan $95 foyda. O'z balansingizni ko'rsating. Istoriyangizda. Zo'r. Ko'pchilik qiladingiz-a? Да. В крипте. Все наказ. Да. Balansingizni, eski balansingizni ko'rsating. $87 foyda. $216 bilan ham foydalanib buzganlar. 59. Kim buzgan? Qani sizniki? Tak, faqat ertaga sal ertaroq boshlaymiz. Ertaga bo'lsa faqat ertalab yuradi. Juma kuni manipulyatsiyasi kechasi faqat manipulyatsiya qiladi. Hozirgi